Homilador ayolning emotsional holati juda ham muhim. Chunki homila onani emotsional holatini his qiladi va undan olgan taassurotlarini hammasini axborot sifatida o'ziga yozib boradi. Agar onani emotsional holati yaxshi bo'lsa, u xursand bo'lsa, farzandi kutilgan bo'lsa, homila bundan ijobiy xulosalar yasaydi va unda baxt programmasi yuzaga keladi. Agar ona farzandi qiz ekanligidan xafa bo'lsa yoki kutilmagan homiladorlik bo'lsa va uni dunyoga keltirishni istamasa yoki doimiy ravishda tushkun kayfiyatda yoki salbiy emotsional holatda bo'lsa, homila mani ota-onam kelishimni istamayapti, men dunyo uchun kerakmas ekanman degan xulosani yasaydi va unda bu tushunchalar hayoti davomida baxtli bo'lishga to'sqinlik qiladi. Ya'ni men baxtga noloyiqman, men kerak emasman degan programma har doim ishlaydi. Shuning uchun ota-ona bitta narsani bilishi kerak. Har bitta farzandni, har bitta yangi insonni dunyoga kelishi yaratganning xohishi bilan bo'ladi va bu jarayonda ota-ona shunchaki sababchi sifatida ishtirok etadi. Bu narsaga Allohning xohishi deb qarash kerak va o'g'lingiz sizga ne'mat, qizingiz jannatingiz hisoblanadi. Har bitta farzand kutilgan mehr bilan qabul qilinishi kerak va bu ne'matdan inson shukronalikda bo'lishi kerak.